Assalomu alaykum. Nemis tilini o'rganib, Germaniyaga ishlash yoki o'qish uchun ketishni maqsad qilgan, niyat qilgan qadrli kuzatuvchilar. Bilaman, ko'pchilik kurslarga borib yoki kurslarga bormasdan mustaqil tarzda nemis tilini B1 darajaga chiqish uchun 8-9 oy, ba'zilar 1 yilgacha vaqtini sarflab yuboradi. Bugun sizlarga men qanday qilib 6 oyda hech qanaqa kurslarga bormasdan mustaqil tarzda tayyorlanib B1 darajaga chiqish mumkinligini tushuntirib beraman. O'zimni tajribalarimni teppa-tekin sizlarga ulashaman. Xo'p, o'zim haqimda aytib beradigan bo'lsam, men Islom qadriyat o'quv markazi nemis tili o'qituvchisi hamda o'quv bo'limi rahbariman. Ushbu sohada 3 yildan beri faoliyat yuritib kelyapman. Nemis tilini dastlab 2015-yil litseyda o'rganishni boshlaganman. O'qishga kirdim, universitetda umuman boshqa sohada o'qiganim uchun ham tashlab qo'ydim o'rtada bir. Keyin esa bitirganimdan keyin yana o'zim ustimda ishlab, mustaqil tarzda tayyorlanib, GOTdan birinchi urinishdayoq B2 sertifikatini qo'lga kiritganman. Xo'p, endi asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, mustaqil tarzda nemis tilini o'rganishingiz uchun sizga eng kerak bo'ladigan bitta narsa nima? Bu vaqt albatta. Birinchi navbatda siz vaqt ajrata olishingiz kerak. Har kuni kamida 2 yoki 3 soat vaqtni ajratishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi narsa, demak eng muhim kerak bo'ladigan narsa bu intizom, ya'ni muntazamlik. Umuman qoldirishlarsiz har kuni dars qilish. Chunki siz bir kun dars qilmasangiz, aytaylik, ishingiz chiqib qoldi, oqshom 11 da uyga keldingiz. O'sha kuni dars qilmadingizmi, ertaga ham dars qilmaslik ehtimolingiz 50% ga oshadi. Ikkinchi kun qilmasangiz, demak bu foizlar oshib ketaveradi. Va oxir-oqibat qachondir tashlab qo'yasiz. Mana shu muntazamlikka qat'iy rioya qilish kerak bo'ladi. To'g'ri, charchagansiz, kech kelgansiz, lekin hech bo'lmasa yarim soat yoki 10 minut bo'lsa ham dars qiling. Shunda siz muntazamlikka o'rganasiz. Bir oydan keyin o'z-o'zidan sizda disiplina shakllanadi va bu yoqda sizda muammo bo'lmaydi. Xo'p, keyingi eng muhim kerak bo'ladigan narsa sizga albatta darsliklar. Qanaqa darsliklardan foydalanishni hozir men sizlarga aytib o'taman. Demak, birinchi bo'lib reja tuzib chiqasiz. 6 oyga demak bo'lishingiz kerak bo'ladi. Aytaylik 2 oydan har bir darajaga ajrating. A1 uchun 2 oy, A2 uchun 2 oy, B1 daraja uchun ham 2 oy vaqt ajratasiz, jami 6 oy. Demak, mana shu reja bo'yicha ishlaysiz. Sizga kerak bo'ladigan darslik, mustaqil o'rganuvchilar uchun eng samarali darslik, bu tajribadan o'tgan, sinalgan bu Mention kitobi. Mention kitobini qayerdan olaman desangiz, internet sahifalari yoki ijtimoiy tarmoqlardan qidiruv bersangiz chiqib keladi. Elektron versiyasini yuklab olasiz, bu muammo emas. Xo'p, Mention kitobini boshladingiz, endi aytishingiz mumkin, qanday qilib grammatikani tushunaman. Grammatika uchun YouTube'ga kirib yozsangiz, grammatika darslar bor, joylangan o'zbek tilida, nemis tili grammatik darslari. Hattoki Qadriyat School, ya'ni o'zimizni o'quv markazimizni ham o'sha nemis tilidan joylangan grammatika videolari bor. Ularni tekin shunday olib foydalansangiz bo'ladi. Grammatikani shundan o'rgansangiz bo'ladi. Undan tashqari Sano Saidov yozgan grammatika kitob bor. Undan ham olib foydalaning yoki Shahnoza Quvonovani kitobi bor. Bu kitobdan o'zim foydalanganman. C2 gacha grammatika berilgan. O'sha ikkala kitobdan ham olib foydalansangiz bo'ladi. O'zbek tilida tushuntirilgan grammatika eng mayda detallarigacha tushuntirilgan, ayniqsa Shahnoza Quvonovaning kitobida. Xo'p, grammatika uchun demak YouTube'dagi bepul darsliklardan, o'sha video darslardan foydalanasiz yoki aytib o'tgan kitoblarimni olasiz. Ular kitob do'konlarida sotiladi, hozirda ham sotuvda bor. Xo'p, keyingi narsa qarang, talaffuz juda ham muhim nemis tilida. Siz talaffuzni yaxshilash uchun YouTube'ga poisk berasiz. Aytaylik A1 darajadasiz. A1 hören podkast yoki yozasiz yoki audio va o'sha A1 darajadagi audiolar, podkastlar chiqib keladi. Ularni siz eshitishingiz kerak. Vaqt yo'q deyishingiz mumkin. Tabiiyki bu gapni ko'pchilik aytadi, lekin ishga ketayotganingizda yoki o'qishga ketayotganingizda avtobusda naushnikda eshitib yursangiz ham bu juda ham katta foydasi bor. Eshitib tushunish ko'nikmangizni shakllantirish uchun va spontan gapira olishingiz uchun. Ya'ni o'z-o'zidan sizga jumlalar kelishni boshlaydi, qanchalik ko'p nemis tilida audiolarni siz eshitsangiz.
Demak, sizga mana nimalardan foydalanish kerakligi, qanaqa darsliklardan foydalanish kerakligini aytib o'tdim. Mention kitobini B1 darajasini ham tugatganingizdan keyin sizga model test kitoblar kerak bo'ladi. Ya'ni xalqaro imtihonlarga tayyorlanish uchun kerak bo'ladigan materiallar. Sertifikat B1 kitobi bor. Avvalo mana shu kitobdan boshlang. Bu kitob EST va Goethe sertifikatlariga tayyorlanish uchun eng samarali kitob hisoblanadi. Bu kitobda xuddi imtihonga tushadigandek o'sha sistemada model testlar berilgan. 15 ta model test bor. Siz bularni hammasini diqqat bilan ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Agar bu kitob yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, qo'shimcha tarzda Projekt B1 Neu kitobi bor. Bu kitobdan ham foydalansangiz bo'ladi. Bu ham Goethe va EST sertifikatlari uchun juda ham mos kitob hisoblanadi. Va undan tashqari Werkstatt B1 kitobi bor. Bu kitobdan ham foydalansangiz bo'ladi. Uchalasi ham eng samarali, eng tajribadan o'tgan, sinalgan yaxshi kitoblar. Siz mustaqil tarzda tayyorlanishingiz uchun. Xo'p, Hören, Lesen ko'nikmalarini, demak, javoblari bor, bajarib tekshirib ko'rasiz va Schreibenni yozishda aytishingiz mumkin, kim tekshiradi meni xatolarimni. Schreibenni tekshirish uchun juda ham samarali usul bor, bu ham sinalgan. O'sha yozgan Schreibenlaringizni ChatGPT ga tashlaysiz, sizga xatolarini ko'rsatib beradi. Xatolaringizdan demak siz o'rganasiz. Xo'p, keyingi Teil Sprachenni qanday shakllantirish kerak? Siz o'zingizga tandem sherik topishingiz kerak bo'ladi. Sherik topish muammo emas. Nemis til guruhlar bor, kanallar bor, ularga yozsangiz bo'ladi, o'zingizga bitta sherik topsangiz bo'ladi. Chunki Etwas Planen Teili bor. Etwas Planenda siz bir sherigingiz bilan birgalikda nimanidir rejalashtirasiz. Mana shunda sizga sherik kerak bo'ladi. Prezentatsiyalar, demak, prezentatsiyalar ham o'sha men aytgan model test kitoblarida berilgan. Men maslahat bergan bo'lardim, o'sha model test uchala kitobni ham Werkstatt, Projekt, Sertifikat B1 kitoblarini uchalasini ham tugating. Agar uchalasini ham tugatsangiz, imtihondan o'tish imkoniyatingiz sezilarli darajada foizlari oshadi. Mana sizga o'sha 6 oyda B1 sertifikatini mustaqil tarzda olish yo'rig'ini demak ko'rsatib berdim. Sistemasini o'rgatdim. Bu ma'lumotlarni mana sizlarga teppa-tekin beryapman. Istasangiz foydalaning, disipliningiz bo'lsa, albatta natija qilasiz. Mana shu men bosib o'tgan yo'lni demak siz ham takrorlasangiz. Xo'p, agar aytishingiz mumkin, menda disiplina yo'q, menda intizom yetishmaydi, dangasaman va yoki kursga borib shuni o'rgansam bo'lmaydimi deyishingiz mumkin. Bunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Bizning o'zimizning qadriyat o'quv markazida 6 oyda B1 daraja olish bo'yicha kurslarimiz bor. Hozir ham qabullar davom etyapti. Qisqacha o'sha tushuntirib o'taman. Bizda demak haftada 3 kun 1,5 soatdan asosiy darslar, undan tashqari haftada 6 kun 8 dan 8 gacha, ertalabki 8 dan kechki 8 gacha, ya'ni qo'shimcha ustozlarga kelib tayyorlansangiz bo'ladi. Uni vaqti demak cheklanmagan, xohlagan paytingiz mana shu paytda kelib yordamchi ustozlar bilan qo'shimcha darslar ham shug'ullanasiz. Undan tashqari platforma bor. Platformada grammatik darslarim joylangan, ularni ham ko'rsangiz bo'ladi. 4 ta ko'nikma bo'yicha mashqlar ham berib o'tilgan. Demak, mana shu imkoniyatlarni sizlar uchun maksimal darajada sizlarga qulaylik yaratish uchun ishlab chiqamiz. Hozir shu yerda demak telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Vaqtingiz bo'lgan payt bemalol telefon qilib kurslarga yozilishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Albatta podpisatsiya tashlab qo'ying kanalimizga. Bundan-da qiziqarli, foydali ma'lumotlar berishda Xudo xohlasa davom etamiz. Ko'rishguncha xayr. Auf Wiedersehen.